bolalar, sizlar bilan Daybu. Bugun bize qishlog'imizga katta narsa keladimi, katta odam keladimi? Shunga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Ketdik unda. Buning uchun mana bu yerga ketishimiz kerak bo'ladi. Bugun kech bo'ldi. Uxlab olamiz. Keyin qilamiz boshqa ishlarimizni. Bo'ldi. Bizlar yonga ketdik. Mana bu uyni kim buzgan haligacha noma'lum. Buni topish kerak. Ergi videoda bu yerni qurgan edik. Endi bu yerni nima qilay? Men o'zimning uyimni himoyalash uchun bunday qilib chiqaman. Bo'ldi. Mana endi bularni qo'yib chiqaramiz. Kimning kanalini reklama qilish kerak bo'lsa, menga kommentga yozib ketinglar. Bo'ldi, bularni quramiz. Videoni salgan ana endi bu yerni quramiz. Videoni salgan tezlashtirmasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Turinglarchi. Hoy Daybu. Bugun qishlog'imizga zombilar hujum qilar ekan. Men buni xudoshi quribman. Mana endi kech bo'lishini kutish kerak. Zombilar hujum qiladi ekan bugun. Xudoshga jitel aytdi. Bo'lmasa bo'lmas edi. Mening qurollarim bor ekan. Bo'ldi menimcha. Kech bo'lishini kutamiz. Ana endi kech bo'lishuncha biz uxlab dam olishimiz kerak. Bo'ldim, zombilar bizga hujum qilishi kerak. Menimcha. Bo'ldi. Buni qurib qo'yamiz. Qani zombilar? Bularni olib sekinga chiqaylikchi. Zombilar yo'q-ku. Meni aldagan bu jitel. Meni aldaganlar to'lmaydi. Buni men bekorga qurdimmi shunda? Hammasini. Voy. Uxlab olaylik. Ertaga videoni davom ettiramiz. Qanday qilib? Buni qanday qilib qilgan? Biz ketdik. Yo'qqa ketdik yana endi. Bu qishloqni o'ldiramiz bola. O'ldiramiz bu qishloqni. Meni hali aldagan odam hali tug'ilmagan. Ketdik. Bu yoqqa ketdik.
Hiç yok gel. Yürü. Yok yürü. Sekin gene yürüver. Nimaga menalar? Ha. Meni tuzoqqa kaçtı. Seni hali jazolayman. Qarab tur. Yo'q yur. Seni qamayman. Yürü. Bo'ldi, men bu jitilni qamadim. Sen o'lasan. Ana endi seni shuncha odam qidiradi. Seni men shu yerga yashiraman. Yo'q, menga yo'laman. Ha. Meni aldagan shunday ahvolga tushadi. Bo'ldi. Ketdik. Dayman. Jitilni ko'rmadingmi? Yo'q, men ko'rmadim. Ama aytam ketib qoldi qayoqqa bo'lsa. Mayli. Men bu jitilni o'ldirganimni bilmasligi kerak u. Agar bilib qolsa, meni shuncha jitil izimdan qo'ylaydi. Yugurib va meni qurollari bilan o'ldiradi. Shuning uchun men bu yoqdan suravering. Bu videoni ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, mana shu videoda 100 ta like, 50 ta like ham bo'laveradi. Mana shuncha like bossanglar, ikkinchi qismini chiqaraman. Xayr hammaga.